Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ibratli video bo'lgani uchun olmaslik iloji yo'q. Yaxshi yuribsizlarmi? Hamma tinchmi? Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa Nosirjon hoji akam birgalikda Pepsi Fanta ichib o'tiribmiz. Pepsi ham deyveramiz. Yusufjon yaxshimisiz? Nosirjon hoji akam Nosirjon hoji akam bir ibratli holatda aytib turibdi. Hali Qur'on ochib o'qib turuvdingiz, Qur'on ochib o'qib turuvdingiz. Kelgandan keyin so'rayapman. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi odatingiz bor ekan. Qur'oni Karimni o'qiyapsiz desam, hoji akam aytayaptiki, shu yerga kelishlik uchun alohida o'qidim, borib o'rgandim, ha? Harf O'rgandingiz. o'qishni o'rganib men keldim. Bu katta ish bu. Ibrat bu azizlar. Ka'batullohda ham o'qiyman, Madinada o'qiyapmiz mana. Inshaalloh. Ka'bada ham o'qiysiz. Ka'bada ham Muborak bo'lsin hoji akam. Yaxshi niyatda. Avvalo muborak bo'lsin. Hamma kelayotganlarga tavsiyamiz. Kelganda iyat tomosha qilib, biyat tomosha qilib, telefon kalib o'tiravermay, Qur'oni Karim, Allohning kalomi. Bandani bizga eng yaqin qiladigan ish Qur'oni Karim, Qur'oni Karimni o'qishlik. Xudo muborak qilsin. Hoji aka rahmat sizga. Ajoyib ibrat oldi. Kelayotganlarga ham Alloh rozi bo'lsin.